Men Abdullayeva Muhayyo 30 yillik tajribaga ega bo'lgan tibbiyot va tabobat xodimiman. Go'zalim o'quv markazining yangi kurslariga sizlarni taklif qilib qolaman. Bu kurslarimizda umumiy va nuqtali massaj, igna terapiya hamda fizioterapiya kurslari mujassamlashgan. Hijoma va zuluk kurslari, mizoj ilmi hamda hamshiralik va oilada birinchi yordam kurslariga start beramiz. Kurslar davomida siz barcha bemorlarni barcha kasalliklardan forig' qilishni, MRT xulosalarini o'qishni, umurtqa kasalliklarining barcha turini hamda igna qo'yish uchun nuqtalarni aniqlashni va nuqtalarni o'rganishni hamda umurtqa pog'onasi, undan chiqadigan barcha vegetativ va periferik nerv sistemasini ham o'rganib olasiz. Biz hijoma va zuluk terapiya kurslarimizda quyidagicha kitobni hadya qilib beramiz. Bu kitobimizda hamma hijoma va zuluk mutaxassislari, mizoj ilmini biluvchi tabiblar uchun eng kerakli zarur qo'llanmalar ham bor.